Barchaga assalomu alaykum azizlarim. Hozir o'tire bekorchilikdan a, bodringdan salat tayyorlaymiz. Uni uchun mana shunday sarimsoqlarni olib, terisidan yaxshilab ajratib yuvib olamiz. Bir dona bodring yetarli. Men bir dona bodring ozgina kamlik qilgani uchun keyin yana bir dona bodring qo'shib yubordim. 2 dona bodringdan foydalandim. Bir dona bodringni yaxshilab yuvib, chiroyli qilib buni to'g'raymiz. To'g'raganda qizlar diqqatliroq bo'linglar. Mayda emas, katta to'g'raymiz buni. Bu salatimizni to'g'ralishi mana shunaqa uslubda bo'ladi. Mana shunday qilib hamma bodringlarimizni to'g'rab chiqamiz. Kimdir 2 ta, kimdir 3 ta, odam soniga qarab bodring sonini ko'paytirishlaringiz mumkin. Men bolgarskilarda ham mana shunday qilib to'g'rab oldim. Sarimsoqni mana shunday qilib to'g'radim. Mana hamma narsani to'g'ragandan keyin bir dona piyoz olamiz. Piyozimiz albatta qizil bo'lsin. Qizil piyoz odam organizmiga foydalari juda ham ko'p. Shu uchun qizil piyozdan foydalandim. Qizil piyozdan sizlar ham foydalansalaring juda ham yaxshi bo'ladi. Piyozlarimizni ham katta mana shunday ko'rinishda to'g'rab olamiz. Juda ham maydalab tashlamanglar. Bu salat ana shu katta to'g'ralishi bilan chiroyli, ham yeyishga ham juda ham qulay. Ichiga xohlagan pripravalaringizni solsalaring bo'ladi. Men qora murch soldim, tuz soldim mana. Keyin piyozni yaxshilab yog'da, qizigan yog'da qovurib, undan keyin soldim. Piyozni qovurmasdan solmanglar. Qovurib solsalaring mazasi juda ham, salat mazasi juda ham zo'r bo'ladi. Keyin xohlaganlar sepishi mumkin, xohlamaganlar kunjut solmasa ham bo'laveradi. Men kunjut soldim. Bir qoshiq, bir yemak qoshiqda kunjut soldim. Mana ozgina nimalarimiz tillarang bo'lgandan keyin olamiz piyozlarni. Unutmanglar qizlar. Zelinlarni mana shunday qilib to'g'rab olamiz. Xohlaganlar zelinni xohlagan nimasidan solishi mumkin. Men shvit bilan soldim. Keyin mana piyozlarimni uni ustidan mana shunday qilib qo'ydim. Keyin bularni yaxshilab aralashtirib olamiz hammasini. Qizlar, bu salatni hozir tayyorlab, hozir yesa bo'lmaydi. Buni yog'di, nimalari, mazalari bodringga singib ketib juda ham mazali bo'lishi uchun buni xolodilnikka qo'yib 2 soatdan keyin yesangiz juda ham mazali bo'ladi, ta'mi o'zgacha bo'ladi. Xohlaganlar 1 soatdan keyin yesa ham bo'laveradi. 1 soat ham normalniy vaqt. Mana salatimiz juda ham chiroyli ko'rinishga ega bo'ldi. Qizlar, albatta tayyorlab ko'ringlar. Tayyorlaganlarga yoqimli ishtaha. Bilasizlar, bodringda odam organizmiga foydalari juda ham ko'p. Sog' salomat bo'linglar. Qizlar, keyingi videolarimizda ko'rishguncha men mana shunday qilib ustiga strech o'rab, undan keyin xolodilnikka qo'yib 2 soatdan keyin yedim. Siz ham albatta ana shunday qilishingiz mumkin. Mana tayyor salatimiz. Sog' salomat bo'linglar. Hammalaring Allohimga omonatsizlar azizlarim.